Farg'ona marg'ilonlar uchun zo'r yangiligimiz bor. Kirgilida joylashgan chorshanba-shanba bo'ladigan bozorimiz ertadan boshlab har kun ish faoliyatida bo'ladi. Ushbu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bozorga sayohat qilib, yoshlikni bir qator eslaymiz. Qarang aka, mana shunaqa pipingiz xuddi shu pipinizdan ham sizda ham bo'lardi. Kuchukchalik ekanda bu. Sava shamdon deyilar ekan bu. Devorga ilib qo'yiladi, sham yonaverar ekan. Qadimiy. Zokirxon aka, bu telefonda sizdan ishlatganmiz aka. Aynan shu modeldan ham ishlatgan. Aynan shu modeldan. Zo'r telefon. Boshqacha bo'lardi aka. Bug'uni shoxi ham bor ekan, hattoki qiziquvchilar bo'lsa, Kirgili bozoriga kelaverasizlar. Shu sog'amizda turibdi. Aka, shamdonlarni qarang aka. Har xillari bor ekan. Baliq ishqibozlari uchun har xil turdagi qalmoq mahsulotlari ham bor. Cho'zmaslaringlarmi? Kimga qurilish instrumentlari kerak bo'lsa, mana bemalol kelaversa, har xil turdagi instrumentlar bor. Nirjabek mahsulotlarni oqtab yurgan qadrdonlarimizga ushbu video yuborib qo'yasizlar, bemalol kelishaveradi. Aka, rossiyskiy gazda ishlayapsizmi? Eslayapsiz. 400 ming so'mdan 1 milliongacha ekan.